Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Besharadagi son-texnik montaj ishlarini tugatdik. Hozir ishlar bilan bir hafta tanishtirib o'tamiz. Kirishga 40 ga 1.60 lik, 40 ga 1 metrlik, 40 ga 80 panel radiator o'rnatilgan. Bu disk xonasi. Hammom ichiga ham 40 ga 80 panel radiator o'rnatilgan. Bu panelidagi 1.60 lik, 40 ga 1.20 lik panel radiator. Ключевой kollektorimiz. Buning sistema stachkani o'yib tortilgan. Baholash montajlarimiz bo'ldi. Sistemaga suv to'ldirishni boshladik. Ixcham chiroyli qilib berilgan sistemamiz.